Hurmatli obunachi va kuzatuvchilarim, aka-singil, opa-ukalarim barchalariga assalomu alaykum deb qolaman. Mana bugun 3 fevral 2026-yil hafta kuniga seshanba. Barchamizga yaqinlashib kelayotgan imtihon test savollariga, imtihon kuniga tayyorgarliklarimiz a'lo natijalarda o'tishimizni tilab qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kuzatib borishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang. Rahmat barchalarga kuzatib borayotganinglar uchun. Xo'p, test shablonlariga keladigan bo'lsak, 30-shablondan izohini ham, javobini ham aytib ketaman. Iloji bo'lsa harakat qilib yozib, yo bo'lmasam video davomida to'xtatib ko'rib, yozib, yodlab ketsanglar ham bo'laveradi. Rahmat barchalarga. Qani bo'lmasam boshladik. Qaysi transport vositasi haydovchisi yo'l berish kerak? Albatta, yengil avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak. Xo'p, izoh. Yo'l harakati qoidalari 6-bobi 27-bandining 1-xatboshisiga asosan ko'k yoki ko'k va qizil rangli yalt-yult etuvchi chiroq mayoqchasi yoqilgan transport vositalarining haydovchilari kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarayotib, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sharti bilan ushbu qoidaning 7-bob 38-bandidan tashqari 9, 16, 19, 20 boblari 1 va 2 ilova talablaridan chetga chiqishlari mumkin. Xo'p. Bu yerda yengil avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak. Ikkinchi savol. Ushbu belgi qaysi transport vositalarini quvib o'tish taqiqlanadi? Xo'p. Javob. Hammasini 40 km/soatdan kam tezlik yakka harakat qilayotganlardan tashqari. Xo'p, izoh. Yo'l harakati qoidalari 1-ilovasi 3-bo'limining 24-xatboshiga asosan 320 quvib o'tish taqiqlangan, soatiga 40 km dan kam tezlikda harakatlanayotgan yakka transport vositalari boshqa transport vositalarini quvib o'tish taqiqlanadi. Mana 320 quvib o'tish taqiqlangan belgi. Xo'p. 3. Bu yo'l chizig'i nimani bildiradi? Bu yo'l chizig'i qatnov qismining torayishiga yoki qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan transport oqimini ajratuvchi 1-1 yoki 1-11 chizig'iga yaqinlashayotganini bildiradi. Izoh. Yo'l harakati qoidalari 2-ilovasi 1-bo'limining 23-xatboshiga asosan 1-19 qatnov qismining toraygan shu yo'nalishdagi harakatlanish bo'laklarining soni kamaygan joyga yoki qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan transport vositasining oqimlari ajratuvchi 1-1 yoki 1-11 chizig'iga yaqinlashayotgani haqida ogohlantiruvchi chiziq. Birinchi holda 1-18 1, 1-18 3 belgilari bilan qo'llanilishi mumkin. Mana tik chiziq, yotiq chiziq qilib chiroyli qilib tushuntirib qo'yilgan. Xo'p, bu yerda chorrahani 3-bo'lib kesib o'tadigan avtomobilni topamiz. Albatta, yo'l belgilariga e'tibor berib qo'yamiz. Javob: yashil avtomobil. Yo'l harakati qoidalarining 16-104-bandida 1-xatboshiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lmagan kesishgan chorrahada 2-darajali yo'l harakatlanayotgan transport vositasi haydovchisi asosan yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga ularning keyingi harakat yo'nalishlaridan qat'iy nazar yo'l berish kerak. Yo'l harakati YHK 16-bobi 107-bandiga asosan chapga burilish yoki qayrilib olish relsiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyat yo'ldan qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'ri yoki o'ngga harakatlanayotgan, shuningdek ruxsat etilgan hollarda quvib o'tayotgan transport vositalari yo'l berishi shart. Demak, javobimiz yashil avtomobil. 5. Ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha qaysi transport vositalari harakatlanishga ruxsat etiladi? Javobimiz tramvay va avtomobil haydovchisiga. Xo'p, izoh. Yo'l harakati qoidalari 7-bobi 32-bandiga asosan yo'naltirg'ich ko'rsatilgan qizil, sariq va yashil rangli svetofor ishoralari ham doirasimon shakldagi svetofor ishoralari bilan bir xil ma'noga ega bo'ladi. Ular faqat ko'rsatilgan yo'nalishlarga ta'sir etadi.
Agar tegishli yo'l belgisi bilan qayrilib olish taqiqlanmagan bo'lsa, chapga burilishga ruxsat beruvchi yo'naltirgich qayrilib olishga ham ruxsat beradi. Qo'shimcha tarmoqdagi yashil yo'naltirgich ham xuddi shu ma'noni bildiradi. Svetoforning qo'shimcha tarmog'idagi ishora o'chirilgan bo'lsa, shu tarmoq tartibda solayotgan yo'nalishda harakatlanish taqiqlanganligini bildiradi. Javobimiz tramvay va avtomobil haydovchisi. 6-savol. Qanday hollarda markazdan qochirma kuch burilishga kamayadi? Izoh. Javob: harakat tezligi pasayganda. Izoh: burilishda o'tayotgan vaqtda haydovchi shuni inobatga olishi lozimki, avtomobil harakati tezligi kattalashganda markazdan qochirma kuch ortadi va transport vositasi ag'darilishga olib kelishi mumkin. Javobimiz harakat tezligi pasayganda. 7-savol. Kim yo'l berish kerak? E'tibor beramiz. Qarama-qarshi tomonimizda yuk avtomobili haydovchisi kelyapti. Kim yo'l berish kerak? Javob: yuk avtomobil haydovchisi. Izoh: yo'l harakati qoidalari 21-bobi 128-bandiga asosan yo'lning 113, 114 yo'l belgilari bilan belgilangan qiyaliklarda qarama-qarshi yo'nalishlarda harakatlanishi qiyinlashtiradigan biror bir to'siq bilan nishablikka harakatlanayotgan transport vositasini haydovchisi yo'l berish kerak. Demak, yuk avtomobil haydovchisi. 8-savol. Bu joyda yengil avtomobilning to'xtab turishga ruxsat beriladimi? Xo'p, javob: taqiqlangan. Izoh: yo'l harakati qoidalari 1-ilovasi 3-bo'limining 32-xatboshisiga asosan 328 to'xtab turish taqiqlangan transport vositalarini to'xtab turishi taqiqlanishini bildiradi. Demak, bu yerda to'xtab turish taqiqlanar ekan. 9-savol. Burilishda harakat qilganda avtopoyezdning tirkamasi siljiydimi? Burilishda harakat qilganda avtopoyezdning tirkamasi siljiydimi? Javob: burilish markazida siljiydi. Avtopoyezd. Izoh: avtopoyezd bilan bir vaqtda burilish o'tayotganda ushbu transport vositasi bo'lgan yon oraliq masofani ko'paytirishingiz lozim, chunki avtopoyezd tirkamaning orqa g'ildiraklari burilish markazi tomon siljiydi va avtopoyezd harakati bo'lagi kattalashadi. Javob: burilish markazida siljiydi. 10-si. Taqiqlovchi belgi tagiga o'rnatilgan qo'shimcha axborot belgisi nima maqsadda qo'yilgan? Javob: belgidan uning amal qilish hududigacha bo'lgan oraliqni aniqlash uchun. Izoh: yo'l harakati qoidalari 1-ilovasi 7-bo'limining 2-xatboshisiga asosan 711 obyektigacha bo'lgan masofa belgidan yo'lning xavfli joyi, yo'l harakatlarini tegishli cheklovlar kiritilgan joyi yoki harakat yo'nalishi bo'yicha oldindagi muayyan joyga bo'lgan masofani ko'rsatadi. 701 manzilgacha bo'lgan masofa belgisi. Xo'p, javobimiz belgidan uning amal qilish hududigacha bo'lgan oraliqni aniqlash uchun. Yakunlaymiz. Albatta, barchalarga imtihonlardan o'tishingizni so'rab qolaman. Obuna bo'lib kuzatayotganinglar uchun va kuzatuvchilar uchun aka-uka, opa-singillarimizga barchalarga yaxshi natijalar tilab qolaman. Sog' bo'linglar. Kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang. Rahmat barchalarga.